Vishnuda bir usul bor. Avval u varrakni uloqtiradi. Keyin ipni o'zi kesib tashlaydi. Agar varrak qaysi xonadonga qo'nsa, u o'sha xonadondan bir qizni olib ketadi. Ey xudoyim, yo'q. Ichkariga kiring, bo'la qoling. Yo'q. Ana, izlaganimizni topdik. Men boraman, oyi. Ruxsat bering, men boray. Sen oyim va singlimga qarashing kerak. Sen hali yoshsan, jim tur. Bo'ldi, o'zim boraman. Meni to'xtata olmaysiz, ruxsat bering. Yo'q, menga ruxsat bering. Yo'q. Ikkingizni ham berib yubora olmayman. Qaysi biringiz ketsangiz ham men tiriklayin, o'laman axir. Oh, Ma'buda, bizni qutqar, iltimos. Yo'q. Qaysi gunohim uchun? Suraki. Qaysi qiz meniki bo'lishini bilmadim-u, lekin ortiq kuta olmayman. Suraki, qayerga ketyapsan? Hoy, Suraki, nima qilyapsan? To'xtasang-chi. Eshikni och. Suraki. Janob, iltimos, uni qo'yib yuboring. Janob, iltimos, u hali yosh. Iltimos, qo'yib yuboring. Iltimos qilaman, Meg'or. Vishnu har kuni bitta tovuqni tanlaydi-da. Keyin uni o'ldiradi. Uni uyga olib boramiz. Men ortiq sabr qila olmayman. Tegmang. Unda 2 daqiqa bering. Uni qo'g'irchoqdek qilib tayyorlab qo'yaman.